Assalomu alaykum qadrli qiyon ishqibozlari. Bugun salpil qiyonlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Biz va sotiladigan qiyonlarimizni ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'rish, agar video oxirida qiyon nima yeydi, shunga o'xshagan ma'lumotlarni berib o'tamiz bizlar. Mana bu yerda bitta ona qiyonimiz bor. Mana bolalari hozir ketdi buni ham. Mashetta bolalar ketdi. 16 ta kecha sotvardik. Obunachilik olib ketdi mana. Hozir bu yoqqa o'tsak. Mana bu yerda onasi bilan bolasi sotiladigan qiyonimiz bor. Qora velikan zoti onasini. Mana bolalari Flandir. 9 ta bolalari bitta onasi bilan ketadi. Mana sotvalinglar. Buni ham to'shta eski bolalar ketdi mana bu yerdan qo'shilib 16 ta mana 8 ta qo'shilib ketdi. Endi men bu yerga o'tsam mana. Bitta tuqqan qiyonimiz bor. Zot Flandir. Bolalar ham Flandir mana 8 ta. 2 haftalik bo'ldi mana. Birinchi tug'ishi hammasi sog'. Tirik. Bu yerda mana tug'adigan qiyonimiz bor. Bo'g'oz. Mo'ljal 6-aprel. Agar tug'ib qolish mo'ljal 6-aprelda. Mana. Endi yoqqa o'tsak. Mana. Bu yerda ham quyon bolalari bor. Onasi velikan. Mana. Soni 10 ta. Soni 10 ta, onasi ham velikan bular. Ravan qora. 20 kunlik hammasi sog'. Mana Mo'ljal 1-aprel. Eng yosh katta qiyonimiz mana shu bo'ladi. Mana o'zi ham qiyonni kattaligini qaranglar. Like bosib buni bu qo'yinglar. Mana shunaqa katta qiyonga zot Flandir. Tug'ish mo'ljali 1-aprelda. Yana bir marta takrorlab o'taman. 1-aprel. Tug'ish mo'ljal. Bo'ldi, bu yoqqa kelsak endi. Flandir qiyonimiz nechta bo'ldi? Bu yerda mana boyda qiyonat ko'rinmayapti-da. Mana bu yerda mana u Flandir qiyonimiz 4 ta bolasi bilan. Ular bittasi ketdi, kattalashdi, uni bittasini so'berib berdik. Yana. Mana bu onasi bilan ketadi. Mana bu qiyonlarga kirmaydi sariq. Faqat mana shu ona bolalari bilan ketadi. Videoni oxiriga ham yetib qoldi. Obunachilar, video qisqa bo'lsa ham sizlarga va'da bergandek aytaman, qiyon haqida lifehacklar. Mana qiyon nima yeydi deganlarga o'zini ko'p ko'rimini yeydi. O'zini ko'p ko'rimidan tashqari bug'doy berasizlar. Arpa ana qushlar to'tiqushlar o'zini ovqati bo'ladi. U o'zini maxsus do'konda sotiladi. Shu yerdan olib kelib aralashtirib bersanglar, qiyon tez semiradi mana. Yeydi. Yana aytgancha qiyonlari sog' turishi uchun mana ko'lcha
har bir haftada suvga bir tomchi yod qo'shib ichirib turish kerak. Shunda quyonlar sog' turadi. Quyonlar necha yashaydiganlarga 10-12 yilcha yashaydi. Quyonlarni ichida tug'adiganga 10 ta, 9 ta yoki bir xilda kam tug'sa bo'lgandagi 4 ta, 5 ta, 6 tacha. Shu bilan videomizni tugatib qolaylik, obunachilar. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat.